Real Madrid tarixidagi eng ko'p maosh olgan top 8 ta futbolchi kim bilasizmi? Do'stim, hoziroq like bosib obuna bo'l. Bu sen uchun atigi bitta tugma, lekin men uchun yangi videolarni chiqarishga eng katta motivatsiya. Birinchi o'rinda hanuzgacha Cristiano Ronaldo klubdan ketganiga 7 yil bo'lganiga qaramay, uning maksimal shartnomasi haftasiga 592 ming funt bo'lgan. Qiziq tomoni bu uning hozir Saudiya Arabistonida olayotgan daromadining chorak qismidan ham kam. Ikkinchi o'rinda birdaniga 3 ta futbolchi olishdi. Kylian Mbappe, Eden Hazard va Gareth Bale ularning barchasi haftasiga 530 ming funt olgan. Farqi shundaki, Mbappe bu pullarning gollari bilan oqlay olmoqda. Hazard esa klub tarixidagi eng omadsiz xaridlardan biriga aylangan. 5-o'rinda Vinicius Junior, u haftasiga 424 ming funt oladi. Ammo Xabi Alonso bilan keskinlik fonida yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar murakkablashib bormoqda. Keyingi o'rinlarda Kroos, Marcelo va Ramos, ularning har biri 414 ming funtdan olgan. Qolaversa Marcelo va Ramos bu pulni o'z davrining yakunida olgan edi.